Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq degan gap nimani anglatadi? Bu haqiqatan ham yangi qo'yda yoki odamlar orasida tarqalgan vahimali mishmishmi? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol xotirjam bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda nafaqadagi ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki yoshi katta qarindoshimiz bor. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy jihatdan juda batafsil tushuntiraman. Oxirgi paytlarda odamlar orasida shunday gaplar ko'paydi. Agar pensionerning qo'lida telefon bo'lsa, unga pensiya berilmaydi. Telefon ishlasa imtiyoz bekor qilinadi. Ijtimoiy yordamdan mahrum qilinadi yoki davlat pensionerlarning telefon ishlatishini taqiqlaydi. Men darhol aytaman. Bunday gaplarni eshitganda shoshilib vahimaga tushmaslik kerak. Telefon borligi o'z-o'zidan pensionerga qarshi taqiq degani emas. Bugungi kunda telefon faqat aloqa vositasi emas, balki bank kartasini tekshirish, pensiya tushganini ko'rish, shifokor bilan bog'lanish, farzandlar bilan gaplashish, kommunal to'lovlarni nazorat qilish, hatto favqulodda vaziyatda yordam chaqirish vositasidir. Lekin bu mavzu nega paydo bo'ldi? Sababi shundaki, ijtimoiy yordamlar, subsidiyalar, kam ta'minlanganlik mezonlari, ayrim kompensatsiyalar va turli imtiyozlarda fuqaroning real daromadi, mol-mulki bank operatsiyalari, ro'yxatdan o'tgan aloqa vositalari va boshqa ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Odamlar mana shu tekshiruvni noto'g'ri tushunib, go'yoki telefon bor pensionerga taqiq qo'yilar ekan deb o'ylashmoqda. Aslida masala telefonning o'zida emas, balki telefon orqali amalga oshirilayotgan harakatlarda bank kartalarida pul o'tkazmalarida. Bu nomga rasmiylashtirilgan sim kartalarda va ijtimoiy yordam olish uchun berilgan ma'lumotlarning to'g'riligidadir. Avvallari ko'p ishlar qog'oz orqali yuritilar edi. Pensioner pensiyasini pochta orqali yoki bank kartasi orqali olar, ariza topshirsa, hujjatlar alohida tekshirilar edi. Mahalla, pensiya jamg'armasi, bank soliq, kadastr, bandlik bo'limi kabi idoralar ma'lumotni ko'pincha alohida ko'rardi. Shu sababli ba'zan odamning real ahvoli to'liq ko'rinmay qolardi. Masalan, bir fuqaro kam ta'minlangan sifatida yordam olishi mumkin edi. Lekin uning nomida boshqa joyda yer, avtomobil yoki doimiy pul tushumlari borligi kech aniqlanardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali solishtiriladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensioner telefon ishlatgani uchun emas, balki uning nomiga ulangan raqam, bank kartasi, mobil ilova, pul o'tkazmalari, onlayn shartnomalar yoki elektron arizalar tizimida ko'rinishi mumkin. Davlat organlari va banklar firibgarlik, soxta ariza, noqonuniy nafaqa yoki ijtimoiy yordam olish holatlarining oldini olish uchun ma'lumotlarni tekshiradi. Bu tekshiruv hammaga bir xil qo'llanadi. Yoshga ham, pensionerga ham, ishlaydigan odamga ham, ishsiz odamga ham. Shu yerda juda muhim farq bor. Agar pensioner oddiy telefon ishlatsa, farzandlari bilan gaplashsa, bankdan SMS olsa, pensiya tushganini bilsa, bu taqiq emas va bundan qo'rqish shart emas. Agar pensioner nomiga bir nechta sim karta ochilgan bo'lsa, uning kartadan bergan odamlar katta pul o'tkazmalarini qilayotgan bo'lsa, telefon raqami, kredit, qarz, onlayn savdo yoki shubhali sxemalarda ishlatilayotgan bo'lsa, mana shunda muammo paydo bo'lishi mumkin. Demak, gap telefonni ushlab yurishda emas, telefon raqamidan qanday foydalanilayotganda. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Yoshi katta insonning nomiga sim karta, bank kartasi, onlayn ilova ochib, undan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, xavotir olish kerak. Masalan, yetim yoshli otaxonning nomiga telefon raqami rasmiylashtirilgan, lekin raqamdan nevarasi yoki begona tanish foydalanadi. Shu raqam orqali kredit olish uchun ariza beriladi. Internet do'konda to'lov qilinadi. Bir nechta bank kartalariga bog'lanadi. Keyin qarzdorlik yoki shubhali operatsiya chiqsa, tizimda birinchi bo'lib raqam egasi ko'rinadi. Raqam kimning nomida bo'lsa, savollar ham o'sha odamga kelishi mumkin. Ikkinchi holat, pensionerning bank kartasi o'zida emas. Masalan, onaxonning pensiya kartasini o'g'li olib yuradi. Telefon raqami ham o'g'lining qo'lida. SMS ham o'g'liga boradi. Onaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi, lekin karta orqali har oy 2 million so'm pul kirib chiqmoqda. Bu pul o'g'lining savdosi bo'lishi mumkin. Qarindoshlarning pul o'tkazmasi bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda karta egasi pensioner. Agar onaxon ijtimoiy yordam
subsidiya yoki boshqa imtiyozga ariza bersa, tizim katta pul aylanmalarini ko'rib, savol tug'dirishi mumkin. Bu fuqaro haqiqatan ham daromadsizmi yoki uning nomidan boshqa daromadlar yuritilyaptimi? 3-holat. Pensioner nomiga qimmat telefon abonent to'lovi, internet paketlari yoki xizmatlar rasmiylashtirilgan. Telefonning o'zi muammo emas. Lekin agar pensioner kam ta'minlanganlik asosida yordam so'rayotgan bo'lsa, shu bilan birga uning nomida juda ko'p pullik xizmatlar, kreditga olingan qimmat qurilmalar yoki doimiy yirik to'lovlar bo'lsa, tekshiruvda qo'shimcha savollar bo'lishi tabiiy. Masalan, bir oila ijtimoiy nafaqa so'raydi. Lekin pensioner buning nomiga 12 million so'mlik telefon muddatli to'lovga olingan oyiga 900 ming so'm to'lanmoqda. Bu avtomatik ravishda yordam rad etiladi degani emas, lekin hujjatlar tekshiruvni murakkablashtiradi. 4-holat. Firibgarlar pensionerlarni aldab, ularning telefoniga kod yuboradi. Men bu haqida alohida ogohlantiraman. Bankdan kelgan SMS kodni hech kimga aytmaslik kerak. Hech bir bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, mahalla vakili yoki operator sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. Telefoningizni ro'yxatdan o'tkazmasangiz pensiyam bekor bo'ladi. Yangi taqiq chiqdi. Hozir tasdiqlamasangiz karta yopiladi desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlikdir. Aynan shunday qo'rqitish usuli bilan yoshi katta insonlarning kartasidan pul yechib olinadi. Agar pensionerning telefoni o'z nomida bo'lsa, u telefonni o'zi ishlatsa, kartasiga faqat pensiyasi tushsa, farzandlar vaqti bilan yordam sifatida pul yuborsa, hech qanday noqonuniy ish bo'lmasa, bundan qo'rqish kerak emas. Telefon borligi pensiya olishga to'siq bo'lmaydi. Pensiya insonning ishlagan staji, to'langan badallari, yoshga doir huquqi yoki belgilangan ijtimoiy mezonlari asosida beriladi. Oddiy mobil aloqa vositasi pensionerning huquqini bekor qilmaydi. Masalan, oltin tekis yoshli onaxon oddiy smartfon ishlatadi. U Telegram orqali farzandlari bilan gaplashadi, bank ilovasida pensiyasi tushganini ko'radi. Oyiga 200 ming so'm kommunal to'lovni amalga oshiradi. Bu normal holat. Yana bir misol. Otaxonning farzandi har oy 500 ming so'm yordam yuboradi. Bu ham o'z-o'zidan taqiq yoki jazoga sabab bo'lmaydi. Lekin agar shu pul doimiy katta aylanmaga aylansa, masalan har oy 1 million so'm kirib, 10 million so'm chiqib tursa, bu oddiy yordamdan ko'ra boshqa faoliyatga o'xshab ko'rinadi. Farq mana shu yerda. Yana bir muhim misol. Pensioni telefon orqali shifokorga yoziladi. Dorixona narxlarini tekshiradi. Bankdan ogohlantirish SMS oladi. Bu uning xavfsizligini oshiradi. Aksincha yoshi katta insonning umuman telefonsiz qolishi ko'pincha xavfliroq. U tez yordam chaqira olmaydi. Pensiya tushganini bilmaydi. Firibgarlik bo'lsa darhol xabar topmaydi. Farzandlari bilan aloqasi uziladi. Shuning uchun men telefonni taqiq sifatida emas, to'g'ri ishlatilishi kerak bo'lgan vosita sifatida ko'rish kerak deb hisoblayman. Eng ko'p uchraydigan nozik nuqta sim karta kimning nomida. Ko'p oilalarda raqam bir odamning nomida, lekin boshqa odam ishlatadi. Bu kundalik hayotda odatiy ko'rinishi mumkin, lekin yuridik tomondan xavf tug'diradi. Agar raqam pensioner nomida bo'lsa, shu raqam orqali qilingan shartnoma, tasdiqlash, bank ilovasiga kirish, kredit arizasi yoki boshqa xizmatlar bo'yicha savol tug'ilganda pensionerning ismi chiqadi. Shuning uchun har bir kishi o'zi ishlatayotgan raqamni o'z nomiga rasmiylashtirgani ma'qul. Ikkinchi nozik nuqta. Bank kartasini boshqalarga berish. Men tushunaman, ba'zi pensionerlar bankomatdan pul yechishni bilmaydi. Ilovani ishlatish qiyin, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun kartani farzandiga beradi. Bunda ishonchli yordam kerak bo'lishi mumkin, lekin kartani butunlay boshqa odam boshqarishi, PIN kodni bilishi, SMS kodlarini olishi, qarz yoki savdo uchun ishlatishi juda xavfli. Eng yaxshi yo'l pensionerning kartasi o'zida bo'lsin. Yordam beradigan farzand esa faqat uning roziligi bilan uning yonida to'lovni amalga oshirsin. Agar doimiy vakillik kerak bo'lsa, buni rasmiy ishonchnoma orqali hal qilish ma'qul. 3-nozik nuqta ijtimoiy yordam va pensiyani aralashtirib yubormaslik. Pensiya boshqa, ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam boshqa. Pensiya odatda qonuniy mehnat staji yoki belgilangan pensiya huquqi bo'yicha beriladi. Kam ta'minlanganlik asosidagi yordam esa oilaning real daromadi, mol-mulki va sharoitiga qarab bog'lanadi. Shuning uchun telefon borligi pensiyani to'xtatmaydi, lekin telefon raqami, bank aylanmasi
yoki boshqa ma'lumotlar ijtimoiy yordam arizasini tekshirishda ko'rib chiqilishi mumkin. Odamlar aynan shu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. 4-nozik nuqta. Telefon orqali olingan kreditlar. Hozir ayrim xizmatlarda shaxsni tasdiqlash telefon raqami, pasport ma'lumotlari, bank kartasi va yuzni aniqlash orqali amalga oshiriladi. Agar pensionerning telefon begona qo'lda bo'lsa, SMS kodlar ham o'sha odamda bo'lsa, uning nomiga kichik qarz, muddatli to'lov yoki boshqa majburiyat rasmiylashtirilishi mumkin. Keyin pensioner men kredit olmaganman deydi, lekin tizimda tasdiqlash uning raqami orqali o'tgan bo'ladi. Bunday vaziyatda haqiqatni isbotlash qiyinlashadi. Vaqt, asab va pul ketadi. 5-nozik nuqta. Telefoningiz bo'lsa yordam berilmaydi degan gapni ayrim firibgarlar atalab tarqatadi. Ular yoshi katta insonni qo'rqitadi. Keyin muammoni hal qilib beraman, ro'yxatdan o'tkazib qo'yaman, taqiqdan chiqaraman deb pul so'raydi. Hech qachon bunday odamlarga ishonmang. Har qanday rasmiy masala faqat tegishli davlat idorasi, bank, operator yoki mahalla orqali tekshiriladi. Telefon orqali kelgan noma'lum odamga pasport raqami, karta raqami, amal qilish muddati, CV kod, SMS kod yoki ilova parolni berish mumkin emas. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensioner o'zi ishlatayotgan sim karta kimning nomida ekanini tekshirtirsin. Buning uchun mobil operator ofisiga pasport yoki ID karta bilan borish kerak. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, operator qoidalariga ko'ra qayta rasmiylashtirish imkonini so'rash kerak. Agar pensioner nomida bir nechta raqam ochilgan bo'lsa, lekin ularning ayrimlarini u ishlatmasa, darhol operatorga murojaat qilib, holatni aniqlashtirish kerak. Keraksiz raqamlarni yopish yoki egasini o'zgartirish lozim. Ikkinchi qadam, bank kartalarini tekshirish. Pensioner qaysi banklarda kartasi borligini bilish kerak. Agar eski ishlatilmayotgan kartalar bo'lsa, bankka borib yopish yoki bloklash haqida maslahat olish kerak. Pensiya tushadigan kartaga ulangan telefon raqami pensionerning o'zi yoki ishonchli rasmiy nazoratdagi raqam bo'lishi kerak. Bank ilovasiga begona odamning telefoni orqali kirish yaxshi amaliyot emas. Agar pensioner ilovani ishlata olmasa, bankdan SMS xabarnomani yoqish, limit qo'yish, shubhali operatsiyalar bo'yicha xabar berish xizmatlarini so'rashi mumkin. 3-qadam, kartaga limit qo'yish. Men yoshi katta insonlarga kundalik xavfsizlik uchun limit qo'yishni tavsiya qilaman. Masalan, bir kunda kartadan 300 ming yoki 500 ming so'mdan ortiq pul yechilmasin, onlayn to'lovlar cheklansin, xalqaro to'lovlar kerak bo'lmasa o'chirib qo'yilsin. Bu pensiyani olishga xalaqit bermaydi. Lekin firibgar SMS kodini olib qo'ysa ham, birdaniga hamma pulni yechib olishini qiyinlashtiradi. Bunday limited bank ilovasi Jol markaz yoki bank bo'limi orqali o'rnatish mumkin. 4-qadam, hujjatlarni tartibga keltirish. Pensionerda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, telefon raqami shartnomasi. Agar kerak bo'lsa, ishonchnoma, mahalladan ma'lumotnoma, daromad va yashash joyi bo'yicha hujjatlar tartibli saqlanishi kerak. Agar ijtimoiy yordam yoki subsidiya uchun ariza berilayotgan bo'lsa, oiladagi har bir a'zoning daromadi, mulkiy ishlash holati, bank hisoblari haqida to'g'ri ma'lumot berish kerak. Noto'g'ri ma'lumot berilsa keyin telefon sabab bo'ldi deb o'ylash mumkin, lekin asl sabab hujjatlardagi nomuvofiqlik bo'ladi. 5-qadam. Firibgarlik bo'yicha oila ichida aniq qoida joriy qilish. Men har bir oilaga shunday oddiy gapni pensioner qarindoshlariga tushuntirishni maslahat beraman. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga aytmaysiz. Bank kartangizni hech kimga bermaysiz. Begona odam telefon qilsa, avval farzandingizga yoki ishonchli yaqiningizga qo'ng'iroq qilasiz. Bu 3 ta qoida ko'p muammolarning oldini oladi. Bu yerda yoshi katta insonni ayblash emas. Uni himoya qilish muhim. Firibgarlar aynan ishonuvchanlik, qo'rquv va shoshtirishdan foydalanadi. 6-qadam. Agar pensioner nomidan shubhali operatsiya bo'lgan bo'lsa, darhol harakat qilish. Avvalo bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklash kerak. Keyin bank bo'limiga borib operatsiyalar bo'yicha ko'chirma olish kerak. Agar telefon raqami orqali ruxsatsiz kirish bo'lgan bo'lsa, operatorga murojaat qilib sim kartani qayta chiqarish, eski kirishlarni yopish, raqam egasini tasdiqlash kerak. Agar pul yechib olingan yoki kredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza yozish kerak. Arizada sana, vaqt, summa, telefon raqami, karta raqami, kim qo'ng'iroq qilgani, qanday so'zlar aytilgani aniq yoziladi.
7. qadam rasmiy manbadan tekshirish. Agar kimdir pensionerlarga telefon taqiqlandi. Telefoningiz bo'lsa, pensiya to'xtaydi. Bugun oxirgi kun, ro'yxatdan o'ting desa, buni darhol rasmiy idoradan tekshiring. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Bank masalasi bo'lsa, kartangiz chiqqan bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mobil aloqa masalasi bo'lsa, operator ofisiga boring. Internetdagi noma'lum audio, video, guruhdagi xabar yoki qo'rqituvchi sarlavhaga asoslanib qaror qilmang. Birinchi misol, 72 yoshli otaxonning pensiyasi oyiga 1.500.000 so'm. Uning telefoni oddiy, faqat qo'ng'iroq qiladi va SMS oladi. Kartasiga pensiya tushadi. Ba'zida qizi 300.000 so'm yuboradi. Bu holatda telefon borligi hech qanday taqiqni anglatmaydi. Otaxon xotirjam bo'lishi mumkin. Faqat SMS kodlarni hech kimga aytmasligi. Kartasini o'zida saqlashi va raqamini begona xizmatlarga bermasligi kerak. Ikkinchi misol. 6 yoshli onaxon nomiga 3 ta sim karta ochilgan, lekin ulardan 2 tasi nevaralar ishlatadi. Nevaralardan biri shu raqam orqali onlayn kreditga ariza beradi. Ikkinchisi esa internet savdosi uchun pul qabul qiladi. Bir necha oy o'tib onaxon ijtimoiy yordamga ariza beradi. Tizimda uning nomiga bog'liq raqamlar, bank operatsiyalari va shartnomalar ko'rinadi. Natijada tekshiruv boshlanadi. Bu yerda muammo onaxon telefon tutganda emas, uning nomidan boshqalar foydalanayotganda. Uchinchi misol. Pensionerning kartasiga har oy pensiyadan tashqari 20 million so'm kiradi va chiqadi. Farzandi bu mening savdom, onamning kartasidan vaqtincha foydalandim deydi. Lekin hujjatda karta egasi onasi, agar soliqqa oid. Bank monitoringi yoki ijtimoiy yordam bo'yicha savol tug'ilsa, tushuntirish berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun har bir odam o'z savdosi, o'z daromadi va o'z pul aylanmasini o'z nomidagi hisob orqali yuritishi kerak. Pensionerning kartasini qulaylik uchun ishlatish keyin katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. 4-misol. Onaxonga telefon qilib, pensiyangiz bloklanmasligi uchun hozir kelgan kodni ayting deyshadi. Onaxon qo'rqib kodni aytadi. Bir necha daqiqa ichida kartadagi 2 million so'm yechib olinadi. Keyin farzandlari bankka boradi, ariza yozadi, lekin pulni qaytarish oson bo'lmaydi. Mana shuning uchun men har doim takrorlayman. Kod bu kalit. Kimga kodni bersangiz, o'sha odamga pulingiz eshigini ochgan bo'lasiz. Ba'zi hollarda pensionerning telefonini farzandi yuritishi zarur bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner og'ir kasal, ko'zi ko'rmaydi. Eshitishi past, bankka bora olmaydi yoki harakatlanishi qiyin. Bunday vaziyatda ham narsa norasmiy bo'lmasligi kerak. Agar doimiy ravishda farzand pensiya yoki bank ishlarini yuritadigan bo'lsa, notarial ishonchnoma, bankdagi rasmiy vakillik tartibi yoki tegishli hujjatlar bilan ishlash to'g'ri bo'ladi. Shunda keyin savol tug'ilganda, men yordam berdim degan og'zaki gap emas, hujjat asos bo'ladi. Yana bir istisno. Ba'zi pensionerlar tadbirkorlik qiladi, ijara daromadi oladi, dehqonchilik qiladi, hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Ularning telefon orqali mijoz bilan gaplashishi, bank orqali pul olishi tabiiy. Bu ham taqiq emas. Faqat daromadlar qonuniy yuritilishi kerak bo'lsa, soliq va hisobot masalalari tartibda bo'lishi kerak. Muammo daromad borligida emas, uni yashirish yoki boshqa odam nomidan aylantirishda. Yana bir noaniq holat. Farzandlar chet eldan pul yuboradi. Bu ko'p oilalarda bor. Agar farzand onasiga yoki otasiga oyiga 1 million, 2 million so'm yordam yuborsa, bu odatda oilaviy yordam sifatida tushuniladi. Lekin juda katta va tez-tez pul o'tkazmalari bo'lsa, bank yoki boshqa tizimlar manbasini so'rashi mumkin. Shuning uchun pul o'tkazmalari maqsadini aniq ko'rsatish kerak bo'lsa, tushuntirish berishga tayyor bo'lish kerak. Bu ham telefon taqiqi emas, moliyaviy shaffoflik masalasi. Demak, men bugungi mavzuni aniq qilib yakunlayman. Pensionerning telefoni borligi pensiya to'xtaydi yoki telefon ishlatish taqiqlandi degani emas. Asosiy xavf telefonning o'zida emas, balki pensioner nomidagi raqam, karta, SMS kod, bank ilovasi va pul aylanmalaridan noto'g'ri foydalanishda. Kim o'z telefonini o'zi ishlatsa, kartasini nazorat qilsa, shubhali kodlarni bermasa, hujjatlarni tartibda saqlasa, xavotirga asos yo'q. Lekin agar pensioner nomidan boshqa odamlar raqam ishlatayotgan bo'lsa, kartasidan savdo qilayotgan bo'lsa, SMS kodlarni begonalarga aytayotgan bo'lsa, ijtimoiy yordam uchun noto'g'ri ma'lumot berilayotgan bo'lsa, buni darhol to'g'rilash kerak. Men tavsiya qiladigan eng muhim amallar: sim kartani tekshiring, bank kartalarini tartibga keltiring, limit qo'ying,
SMS kodni hech kimga bermang. Rasmiy idoradan ma'lumot oling va har qanday shubhali holatda yozma ariza bilan murojaat qiling. Sizning oilangizda ham pensionerlarning telefon, karta yoki SMS kod bilan bog'liq muammosi bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu mavzu ko'pchilikka kerak. Shuning uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, ijtimoiy yordam, bank kartalari va firibgarlikdan himoyalanish bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman.